Azroq buzilib qolgan mevalarni tashlab etsangiz ichingiz og'riydi. Yesingiz salomatligingizga ziyon yetishidan ansiraysiz. Ziydi bo'lgan mevalarni yeyishga bo'ladi. Mevchi bilan so'qilib ba'zi yerlari yumshab ketgan, hujayralar buzilgan, bir qism rangsiz moddalar qaynoq rangli moddalarga aylanib qolgan bo'lsa, ziydi bo'lgan yerda o'xshash bo'lmagan ranglar paydo bo'ladi. Mexanikalik zaxmlangan mevalarni yeyishga bo'ladi. Amaliyotda to'g'ralgan olmani darhol yeb tugatmaganda qo'ng'ir rangi o'zgarib ketadi. Tushib qolgan mevalarni yeyishga bo'ladi. To'nglatqoq sep qo'yilgan banan qora ham yumshoq bo'lib qoladi. Bu hujayralarning buzilganligidan bo'ladi. Agar bu buzilgan hujayralardagi ozuqlik moddalarni egallaydigan bakteriya bo'lsa, bu xildagi buzilgan mevalar nisbatan bexatar bo'ladi. Lekin ta'mi ancha yaxshi bo'lmaydi. Biroq mevalar ushib qolganlikdan hujayralar buzilib, zamburug'larning o'sishiga yaxshi sharoit hozirlab berib, zamburug'lar egilib olgan bo'lsa, paxtalashib ketgan bo'lsa yemaslik kerak. Ko'kirib qolgan mevalarni yeyishga bo'lmaydi. Ba'zilar mevaning paxtalashib qolgan qismini elib o'tiblar, qolgan qismini davomli yeysa bo'ladi deb qaraydi. Paxtalashib qolgan o'rinni chiqarib o'tib, ondan iste'mol qismi bexatar bo'lishi natoyin. Chunki zamburug' paydo qilgan zahar mevaning boshqa normal o'rinlarga tarqalib ketadi. Ko'kirib qolgan mevalarni tashlab olsa, texmi bexatar bo'ladi.